gapini keyin qo'yib yuboramiz. Mana Vonzo dalasida turibmiz. Qachon ekilgan, nechinchida? 27-fevral. Balandroq gapiramiz. 27-fevralda ekilgan. 27-fevralda ekilgan. Mana bugun xudo xolasa necha kun bo'ladi? 27 bo'lsa, xo'sh qarang. 65 atrofi, 70 atrofi, 65-70 atrofida. Mana 65-70 kun mana hosil. Qani ko'rsating. Mana o'zing. Mana shu 27-fevralda pishdi. 27-fevralda ekilgan tarvuz mana pishdi. Har birov bittadan bor. Mana bu yerda ham bor. Bittasini olishingiz kerak. Hop, bittasini olinsa ikkita baravarga pishirgan bo'lyapti-da. Mana ikkita baravar pishirgan. 10 kiloda ko'p bu. 13-14 atrofida. Mana buni qarang, Yusuf aka. Mana bitta paleda, mana. Mana o'zi 3 ta mana. Ikkita 10 kilolik, 8 kilolik ikkita bor. Mana bitta paletda, mana. Mana ko'ryapsiz? Keyin sizni taassurotingiz nima deyapsiz? Buni kasallikka chidamli dedingiz. Kasalliklarga chidamli. Kiyimlari ham hosildorligi zo'r ekan. Hammaga tavsiya qilamiz. Biz yana shundan ekamiz. Nomi Vonzo F1. Mana hozir buni so'yamiz. Hammaga tavsiya qilamiz. Bir ishini ham ko'ramiz, mazasini.